hurmatli tadbirkorlar, bugun tadbirkorlar bilan uchrashuv boshlig'imiz o'tkazish kerak edi. Boshlig'imiz ishga qo'ygan uchun men o'tkazyapman. Xo'p, bizda kredit mahsulotlarining yangi tartiblari bor, yangi mahsulotlarimiz bor. Sizlar bilan ashuni tanishtirib o'tmoqchiman hozir. Hammasini yetkazaman sizlarga, yangiliklarimiz bor. Xo'p, hozirda biznesga ko'maklangan kreditlarimiz bor. 17 millionlik. Ayollarga 20%, erkaklarga 25%. 4 yilga beriladi, 6 oy imtiyozli davr bilan. Xo'p, plastik karta ochiladi, plastik kartaga tushirib beriladi narxli ko'rinishda. Keyin, xo'p, undan keyin mahalla loyihasining kreditlarimiz bor. U 50 million so'mgacha kafillar asosida yoki sug'urta asosida chiqaveradi. U ham xuddi shu tartibda ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Xo'p, undan keyin buni tartibi 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozli davr bilan 3 yiltani chiqadi. Undan keyin 312 dan kreditlarimiz bor, 100 million so'mgacha. Hali yakka tartibda tadbirkorlarga beriladi. Обороты qullanilgan bo'lsa, bo'ldi. Yoki oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib vaqtida yopgan bo'lsa ham chiqaveradi.